Mana Rometandagi obyektimiz chiroyli holatda bu ayvonimiz bitdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Oppoq fasonda high-tech variantda qilib berdik. Qarang chiqqan. Mana bu yoq tomonini ustalarimiz boshlab olganlar. Ustajon hormang. Charchamadingizmi? Mana shu qarang, obyektimizga shu ikki tomon ayvonimizga va bu yoqlarni bitirib berishgacha necha kvadrat ketadi mahsulot? Yo'qa, 380-400 atrofida ketadi. Xo'p, endi qarang. Necha kun atrofida shu obyektimizni polni bitkazib berasizlar? Xudo xohlasa shunaqa katta ayvonlar tushib qolsa sizlarga. Asli 15 kun, 14-15 kun ichida bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Hurmatli obunachilar, ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar, mana lessalargacha hamma narsasi ichiga otanga bor, onanga qilib yurmaysiz. Ana profillari, samarezlari birga hamma qotirib berishgacha ichiga. Agar sizlarga ham shunday katta ayvonlar bo'lsa, agar darvozaxonalar bo'lsa, ikkilanmasdan bemalol o'z sohasining professionalga albatta buyuring. Hech ham afsuslanmaysiz. Mana ishimizni ko'ring. Agar ishimizdan kamchilik topadigan holatda emas, ko'pchilik aytishi mumkin, alkafon qilsam qimmatli qiladi yoki tunkafon qilsam shoflari, choklari ochilib qoladi deb o'ylaydi. Mana ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga. Hech qanday kamchilik topadigan holatda emas. Ishimiz xudo xohlasa idealni chiqqan. Alkafon bilan birga-bir ketdi desam ham bo'ladi. O'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'ying.